Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib tovuq go'shtidan duxovkada ajoyib taom tayyorlaymiz. Bizga 1,5 kilogramm tovuq go'shti kerak bo'ladi va tovuq go'shtimizni yuvib tozalab olganimizdan so'ng tuz, ziravorlardan sepib olamiz. Uyda bor ziravorlardan foydalanamiz. 2 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib yubordim. Qirg'ichdan chiqarib olganimizdan so'ng ozginchagina murch sepdim va ketidan mayonez, ozginchagina mayonez quyib olamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Marinovkamizni 15 minut 20 minutga qo'yib turamiz. Shu orada yuvib tozalab olgan kartoshkalarimizni tuz, murch, ziravorlardan sepib olamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Kartoshkamizga ham ozroq mayonez soldim. Endi yana yaxshilab aralashtirib yuborib, listimizga solamiz endi. Bir dona bolgarskini ham solamiz. Tovuq go'shtlarini terib oldim. Endi pomidor qo'yamiz. Pomidorni po'stlog'ini archib tashladim. Har xil joyga qo'yib oldim. Pomidorni qirg'ichdan chiqarib solsa ham bo'ladi. Endi ozgina margarin yoki masla soldim. Sushni kartoshkalar sushni bo'lib chiqishi uchun maza beradi albatta. Folga yopib olamiz. Qizib turgan duxovkamizga 200 gradusda yarim soatlardan ozgina ko'proq vaqtda pishib tayyor bo'ladi. Ozgina pishgandan so'ng folgasini olib yana ozroqga qo'yib olsak, tovuq go'shtlarini usti qizarib pishadi. Ko'rib turganlaringizdek juda mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmang va obuna bo'lib qo'yishni unutmang azizlar. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha.